Karmana tumanining eng markaziy ko'chalaridan bittasida turibmiz. Agar yaqin aka-uka, qarindosh, jigarlar bo'ladigan bo'lsa, bu videoni yuborib qo'yinglar. Niyat qilganlar bo'lsa, ikkita yonma-yon 3 sotixdan iborat hovlilarimiz sotuvga qo'yilyapti. Jami 5 ta xona, bu tarafdagisida 4 ta xonadan iborat. Ko'rib turibsizlar, tashqi tomonlari stechka bo'lgan. Uyimiz to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan. Ichki taraflarini ko'rib chiqamiz. Ko'ryapsizlar, ikkalasiga bir xil darvoza qo'yilgan. O'sha boya aytganimdek aka-uka, tanish birodarlar bo'lgan bo'lsa, yonma-yon qilib uy olsa, menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Yonma-yon uylar ikkalasi ham 3 sotixdan iborat. Demak, ko'rib turgan supamizni mana bu qismida naves qilingan, o'sha mashina qo'yish uchun joylari taxlab qo'yilgan. Supa qismini ko'ryapsizlar, qanaqa kengligini, polnistechka bo'lgan. Bu tarafda yashil hudud qilishlaringiz uchun, o'simliklar ekib qo'yishlaringiz uchun joy ham tashlab ketilgan. Hovlimiz orqa tarafda yana ozroq yeri ham bor. Bu tarafdan ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ichki tuzilishini ko'rsatib o'tamiz uyimizda. Ichki tarafni ko'rishlaringiz mumkin. Uyimizning mana bu taraflari polnistechka bo'lgan. Uyimiz egalari parket qilib beraman deb aytdilar. Nasib bo'lsa kelishuvga qarab uyni pol taraflari polni parket bo'ladi. Holga joy tashlab ketganlar, o'tirib ovqatlanadigan yoki bo'lmasam yaqinlar davrasida o'tiradigan joy qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu tarafda kattagina mehmonxona, katta xonamiz, uzun koridor ketgan. O'ngda, chapda har tarafda jami 5 ta xonasi mavjud. Ichkari tarafda yana yuvinish xonasi, oshxonalari ham qilib qo'yilgan. Xonalarni remontlari yaxshi holatda, polni aboy qilingan. Faqat shu eshik qo'yilishi kerak. Yana ayrim remont ishlarini tugatish kerak. Uyimiz egalari kelishuvga qarab tugatib beraman deb aytdilar. Uyimizda orqa tarafdagi hovlicha qismini ko'rib chiqamiz, ketdik. Mana demak, hovlimizning supa qismini ko'ryapsizlar. Hovlining burchak qismida alohida yana yo'l tashlab ketilgan. Bu hovlini orqa yerga o'tadigan joy. Koridor qismida oxiridagi eshikdan ham, bu tarafdan ham hovlini orqa yer qismiga o'tsalaringiz bo'ladi. Ketdik. Mana bu esa birinchi hovlimizning orqa yer qismi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham o'sha yashil hudud uchun yerlari tashlab ketilgan. Bu tarafda kanalizatsiya tizimi, hamma narsa cho'tka qilingan. Burchak qismida mangal uchun joy qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Joyini ko'ryapsizlar, yetarli darajada. U hovlimizning orqa yer qismini va xonalar qismini, tashqi supa qismini ko'rib chiqamiz. Yuring, ko'rsatamiz. Bu esa ikkinchi hovlimizning ichki qismi, supa qismini ko'ryapsizlar. Bu ham polnistechka bo'lgan, mashina qo'yish uchun naveslar ham qilib qo'yilgan. Hovlimizning tashqi fasad ishlari tugagan. Bu hovlimizda ham demak yer qismi bor, yashil hudud qilish uchun. Bu hovlimizda ichki planirovkasini, rejasini tushuntirib o'tamiz, qanaqa qilinganligini. Ustki koridor qismi, bu tarafda xona, bu yoqda xona, bu taraflarda ham demak fonli xona, yuvinish xonalari bu tarafda ikkita alohida qilib qo'yilgan va hovlimizning orqa tarafiga chiqib ketadigan alohida eshigi ham bor. Hovlimizning orqa tarafiga o'tamiz, ketdik. Bu hovlimizda ham biqin tarafidan yo'lakcha kelgan, hovlining orqa tarafiga o'tadigan. Bu hovlimiz u hovliga nisbatan to'rtburchakroq. Ko'rishlaringiz mumkin, kattagina yer qismi bor. Bu yerda yana qurilishni davom ettirsalaringiz ham bo'ladi, qanaqadir qurilish qilsalaringiz ham bo'ladi yoki yozgi oshxona qilsalaringiz ham to'g'ri keladi. Har bitta hovlimiz 3 sotixdan iborat, kadastr hujjatlari hammasi joyida, naqdga sotiladi, qurilishi bitkazib beriladi, kelishuvga asosan 800 million so'm yana ustiga kelib ozroq savdolashsalaringiz bo'ladi. Har bir hovli demak boya aytganda 3 sotixdan iborat, har biri 800 million so'mdan sotuvga chiqibdi. Men yaqin birodar, aka-uka, jigarlarga tavsiya qilaman. Ushbu hovlilarimizni agar sizlar xarid qilsalaringiz, yonma-yon maza qilib birga yashaysizlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar va Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar.